Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-dekabrda qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori e'lon qilingan edi. Mazkur qarorning ijrosi yuzasidan joylarda qanday amaliy ishlar olib borilmoqda? Bu haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Oziq-ovqat xavfsizligi butun dunyo mamlakatlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. Davlatimiz rahbarining mazkur qarori aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'liq ta'minlash va qo'shimcha daromad manbaini yaratish imkonini bermoqda. Sir emas, qishloq xo'jaligi dunyodagi eng katta ish beruvchi tarmoqdir. Bugun yer yuzi aholisining 40% aynan shu soha orqali tirikchilik qiladi. O'zbekistonda ham qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining yetakchi tarmog'i sanaladi. Mazkur jabhaga investitsiya kiritish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash qatorida mahalliy va tashqi bozorlarga mahsulot yetkazib berish bo'yicha mamlakat imkoniyatlarini oshiradi. Zero bugungi kunda butun dunyoda bo'lgani kabi yurtimizda ham oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab oshyapti. Aholi soni o'sishi asnosida iste'molga bo'lgan talab ko'paymoqda. Shu bois yuqoridagi qaror asosida dala chetidagi yer maydonlaridan samarali foydalanish, dukakli va polis ekinlari hamda turli mevali daraxtlar ekish ishlari jadal olib borilmoqda. Respublikamizda mana bu yildan boshlab, xususan Surxondaryo viloyati sharoitida 1.700.000 dan oshiq turli manzarali va mevali daraxtlar eksportbop mahsulotlar yetishtirish bo'yicha tadbirlar olib borilmoqda. Ushbu hozirgi kunda ekilgan Surxondaryo viloyati sharoitida ekilgan manzarali mevali daraxtlarning 1.700.000 dan ortig'i mutaxassislar tomonidan doimiy nazorat qilinib kelinmoqda. Bundan tashqari ushbu ko'chatlarning yon atroflariga eksportbop mahsulotlarni yetishtirish maqsadida turli xil dukakli ekinlar, mosh, loviya, boshqa turdagi ekinlarni ekib parvarishlash ishlari olib borilmoqda. Zararkunanda kasalliklardan himoya qilish bo'yicha tadbirlar hamda fermerlarimizga bu bo'yicha tavsiyalar berilib borilmoqda. Viloyatdagi hamma ustidan karantin va himoyasi mutaxassislari, inspektorlarimiz bu tadbirlarga jalb qilingan. Mamlakatimizda eksportbop mahsulotlarni hajmini yana ham oshirish hamda ularni mavjud yer maydonlaridan, ya'ni sug'oriladigan yer maydonlaridan unumli foydalanish maqsadida bugungi kunda mana shu ko'chatlarimiz, daraxtlarimiz yetishtirilmoqda. Bu yil o'sha ko'chatlarning yon atrofidan unumli foydalanish maqsadida turli xil dukakli ekinlarni yetishtirish hamda ularni eksportga yo'naltirish chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, viloyatimizdagi qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridagi dala cheti hududlari 2500 gektardan ortiq yer maydonini tashkil etadi. Birgina Jarqo'rg'on tumanida esa joriy yilda Jarqo'rg'on tumanida 162 gektar maydonda 125 mingta har xil turdagi eksportbop meva daraxt yetishtirgan bo'lib, bugungi kunga qadar 167 gektar maydonda 129 mingta har xil turdagi meva daraxtlar ekildi. Ushbu xarajatni ta'minlash maqsadida har bir fermer xo'jaliklari dalalariga karantin inspeksiyasining mas'ul xodimlari biriktirilgan bo'lib, amalga oshiriladigan talab etiladigan barcha tadbirlar o'tkazilib, yuqori hosil olish rejalashtirilmoqda. Surxondaryo viloyatining iqlimi tuproq unumdorligiga mos ekinlarni dala chetiga ekish ishlari boshlab yuborilgan. Ayniqsa mevali daraxtlar mevaga kirguncha bo'ladigan davr ham hisobga olinib, yerdan unumli foydalanish maqsadida qishloq xo'jaligi, dukakli va polis ekinlarini ekish ishlari olib borilmoqda. Mazkur ishlarni nazorat qilish o'simliklar karantini va himoya qilish bo'limi inspektorlari zimmasiga yuklatilgan. Qishloq xo'jaligidagi islohotlardan maqsad iqtisodiy foyda ko'rish bilan birga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, xalq farovonligini oshirishdan iboratdir.